Do'stlar, universitetda bugun imtihon bo'lib o'tmoqda va biz siz bilan tibbiyot yo'nalishi topshirgan abituriyentlarni fikr mulohazalarini eshitib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Bo'lib o'tgan imtihonlar haqida ozgina izohlaringiz bo'lib qo'yishsiz. O'ziga yarasha qiyinchiligi ham bor, osonlari ham bor. Ishlasa bo'ladi hammasi. Qaysi yo'nalishga topshirdingiz? Davolashishga. Я сдавала на факультете стоматологии, я прошла. Эмоции, если честно, я очень волновалась. Очень волновалась. Все-таки, какой-никакой экзамен. Но я знала, что я поступлю. Xuddi davlatnikidagi hayajonlarni topshirib chiqdim va bushkur o'tdim. Universitet tanlashimdan maqsad meditsina sohasidagi shu ishlayotgan tanishlarimdan so'raganimda rosa ko'p protsentdagilar YMUni menga taklif qilishdi. Yaxshi o'tdi. Mana navigatsiya qiladigan atmosfera emas. Spokойно topshirib, chiroyli topshirib chiqib ketdim. Ko'rsam, savollarda qiynalmadingizmi? Yo'q, unaqa emas. Va nimaga aynan universitet tanladingiz? Yangi universitet, yangicha o'rgatishadi, baribir farqi bor oldingilardan. Qolgan abituriyentlarga tavsiya berarmiz imtihon ishtirok etish. Bittadan spokойно atmosferada topshirib chiqib ketasan. Nimaga aynan universitet tanladingiz? Chunki Yevropeyskiy universitet bo'lgani uchun ham har xil yo'nalishlar bo'lgani uchun Bo'ladi. Boshqa abituriyentlarga ham tavsiya berarmiz imtihon ishtirok etish. beraman. Nimaga aynan universitet tanladingiz? Maslahat berishdi. Siz ham boshqa abituriyentlarga tavsiya berasizmi? Ha, tavsiya beraman, yo'q. Savollarda qiyinchilik bormi? Yo'q, Nimaga aynan universitet tanladingiz? Shu haqida o'zingizga aytib bersangiz. bu yerda o'zi sinam o'qirdi, shunga havas qilib shu o'qishni topshirib ko'rdim. Qolgan abituriyentlarga tavsiya berarmidingiz shu imtihon ishtirok etishni? Topshirib ko'rishsin. Yema universiteti zo'r.